Mana bu shampunimiz esa bu ham soch to'kilishiga qarshi va ko'rib turibsizlar, bunda ham sedana yog'idan foydalangan. Mana bu yerda yozib qo'ygan 95% naturalniy, ya'ni tabiiy giyohlardan, tabiiy giyoh emas, o't. Mana o'timiz va bu yerda sedanani olingan, mana sedanani yog'idan tayyorlangan bo'ladi. Juda ham ko'p klientlariga ega bo'lib, buni kundalik yumushda hamma sochlar uchun tushib ketaveradi va to'kilishni oldini olib beradi. To'kilayotgan bo'lsa sekinlashtirib o'sishiga yordam beradi. Ko'pchilik shampunni o'zini ishlatadi, shunda ham foydasini ko'radi, lekin men maslahat beraman, mana bunaqa maskalar ham qilsanglar, juda ham tezlik bilan sochinglar o'sishiga katta yordam beradi. Maska nima uchun? Yuzimizni bilasizlar, maskalar bilan oziqlantiramiz. Boshimiz ham, sochlarimiz ham xuddi shunaqa. Demak, to'kilayotgan hammasiga davo bo'ladi.